Deyl Karnegining Do'st orttirish kitobini xatolarni to'g'rilashni oson deb ko'rsating degan mavzuda gaplashamiz. Ya'ni bu nima degani, qanaqa qilib ishlatiladi, hammasini video davomida bilib olsanglar bo'ladi. Birinchi hikoya Deyl Karnegini o'zi bridge o'yinida, ya'ni karta o'yinida qanaqa qilib o'ynashga va yaxshi o'ynashga shijoat topganini bilsanglar bo'ladi. Ya'ni u Tomaslar oilasiga boradi va u Tomaslar oilasi o'sha Deyl Karnegi "Ay yo'q qo'ysanglarchi, men o'ynolmayman bunaqa o'yin" deb turgan paytda "Ay yo'q, bu juda ham oson o'yin, xotirani ishlatasan, tем более seni xotira haqida videolaring bor, kitoblaring bor" desa, Deyl Karnegi "Ha, bo'ldi, xotirani ishlatish kerak ekan" degan o'y-xayol bilan boshlaydi va shu o'yinda yaxshi natijalarga erishadi. Ya'ni o'yinda o'rganib olish ham oson bo'ladi. Chunki misol uchun siz o'sha biror narsani o'rganish oson desangiz, osonroq bo'ladi. Sal qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin o'sha qiyin deb o'ylagan darajangizdan oson deb boshlashingiz sal foydaliroq bo'ladi, osonlashtirmasa ham. Keyingi hikoya bu ham bridge haqida, lekin Ellie Culbertson o'sha bridgeni o'rganib, usta bo'lib, kitoblar yozib, uni juda ham ko'p tillarga tarjima bo'lishiga sababchi bo'lgan odam qanaqa qilib shu karyeraga kirib qolganligi haqida o'rgansanglar bo'ladi. Ya'ni u birinchi bor Amerikaga tashrif buyuradi va ish topish uchun harakat qiladi, ko'mir sotib ko'radi, kitob sotib ko'radi va har xil ishlar qilib ko'radi va bitta ayolni uchratib qoladi. Jocelyn Dillon degan ayolni uchratib qoladi. Uni yaxshi ko'rib, uylanib, ya'ni shunaqa qiladi, lekin uni sababi Jocelyn unda karta o'ynashga potensial borligini aytadi. Misol uchun karta o'ynaganini ko'rgandan keyin kartalarni qanday analiz qilganligini, o'sha e'tiborli bilan o'ynaganligini ko'rib, senda potensial bor, sen o'sha potensial geniy bo'lishing mumkin degan fikrni miyasiga qo'yib qo'ygandan keyin Ellie Culbertson o'sha kitoblar yozadi, o'rganadi, prям eng zo'rlardan biriga aylanadi deb yozgan kitobda. Borib turib olgan bo'lishi mumkin. Shaxsan o'zim tanimayman. Uchinchisi bu David degan bola qanaqa qilib sekin o'rganuvchilar maktabidan eng zo'rlarga erishib, musobaqalarga borib yutib kelganligini o'rganishinglar mumkin. Buni qanaqa qilishadi? Xo'p, o'zi u bola avval avariyaga uchrab, больницада yotib chiqib, shunaqa boshqalardan qolib ketgan bo'ladi. Ya'ni o'sha sekin o'rganuvchilar maktabida ham qolganlardan 2 yil orqada bo'ladi. Va u o'sha o'rganayotganda matematikada ancha qiynaladi. Ya'ni umuman ko'paytira olmaydi. Buni qanaqa qilib yo'lini topishgan? U bolani qiziqishi bo'ladi. Radio va televizorda ishlashni xohlar ekan. O'shandan foydalanib Deyl Karnegi senga misol uchun radio va televizorda ishlashing uchun hisob-kitobni yaxshi bilishing kerak, matematikani yaxshi bilishing kerak degan o'yini uqtirib, o'sha flash cardlar, o'sha kartochkalar beradi. O'shalarga misollar yozib aylantiradi. Misol uchun hammasini aylantiradi. Har bitta xato qilganda uni sekin, misol uchun yashirib, orqasiga o'tkazib qo'yib va har bittasini to'g'ri topganda, ayniqsa o'sha xato qilganini yana bitta to'g'ri topganda, uni anchalab maqtab, zo'r qilding deb xursand bo'lib, taymer qo'yishadi. Misol uchun mana shu vaqtdan, misol uchun 40 minutdan hammasini ishlab, xatolarni ham to'g'rilab turib yo'qotib yuborsak, hamma kartalarni, keyin buni ishlamaymiz, bo'ldi deyishadi, boshqa narsa qilamiz deyishadi. Va ular o'sha borgan sari 53 minut, 48 minut qilib pastga tushib, даже 8 minutda tugatadigan bo'lib ketadi haligi bola. Va buni hammasini sababi o'sha xatolarni kichraytirib, uni yutuqlarini har bitta o'sha minut kamayganda u bilan qarshilish olib, sen poplading David deb turib, misol uchun olqishlab, boshqa atrofida ham odamlar bo'lsa, tasavvur qiling, kichkina bolaga bunchalik e'tibor qanchalik yaxshi ta'sir qiladi. Va shu orqali u bola musobaqalarga boradi, даже matematikadan ham, boshqa fanlarda ham yaxshi harakat qilib yutuqlarga erishishni boshlaydi va bitta musobaqada даже 3-o'ringa ham chiqib oladi. Tasavvur qiling, o'sha kimdir yiqilib tushgan, yo bo'lmasam avariya bo'lgan, o'sha boshi yorilgan, hamma ustidan kuladi, sen ham shuni bilmayapsan, chunki seni yiqilganingda boshing yorilib, uning ichida miying chiqib ketib qolgan degan gaplarni eshitgan bola уже sinib bo'lgan ruhiy jihatdan, umuman o'qishga, o'rganishga hech nimaga motivatsiya yo'q, lekin undan keyin kimdir sizga shu xatolaringizni aytib, yuzingizga solmasdan, yaxshi taraflaringizni aytib, qo'llab-quvvatlayapti. Bunchalik e'tibor hammani yaxshi tarafiga o'zgartiradi deb o'ylayman shaxsan. Agar noto'g'ri bo'lsa yoki qanaqadir fikringlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Давай emas.